الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اصطفاه لحمي وحيه واختاره لتبليغ رسالته صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً ورضي الله سبحانه وتعالى عن أمراء المؤمنين وخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Barşagalarında yurtdan var kılıp, bizlerle terbiyelep hem nimetlendirip duruşu birden bir Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ya barşa maqtavlarımız, rahmet hem şükürlerimiz olsun. Hem min şehadet getiremin Allah'tan başka ibadetke layıklı zat yok. Hem şehadet getiren Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hoş ilişkisi, doğru peygamberi hem anın yaratkan kuludur. Allah Subhanahu ve Teala ol bar narsani yaratmışı, ol bar narsani yaratkan, bar narsani barlıkka getirgen, o'zining rahmati bilan, o'zining keng hikmati bilan, ham şoşa barlıkka getirgen aybirlaridan u qoybir aybirlarini ayirib saylab olgan. Ham Allah Subhanahu ve Teala Qur'onda aytadi: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Senin Rabbin ol barlıkka getiren narsani tilay ham saylay. Ham saylay qoybir aybirlarni narsalar ustidan qo'yar. Qoybir aybirlarga ko'proq e'tibor beradi ham Allohga ko'proq daraja beradi. Shulay Allah Subhanahu ve Teala kishilar orasidan payg'ambarlarni sayladi. Ham ularga daraja berdi. Kishilar orasidan payg'ambarlar bo'ldi. Şulay Allah Subhanahu ve Teala jirler arasından qoybir jirlerni sayladi. Ham biz bilamiz Mekke al-Haram jirligi, Madina shahri, Al-Aqsa ol Allah Subhanahu ve Teala saylagan jirler, izgi jirler. Şulay Allah Subhanahu ve Teala kunlar ham tunlarni sayladi. Biz bilamiz oylarning eng xayrlisi, eng yaxshisi Allah Teala qarşında eng yaxshi oy bu Ramazan oyi. Allah Teala sayladı. Günler bilamiz, eng xayrli tun o Qadr kechasi, Qadr tuni. Allah Teala sayladı o tunni. Günler arasından Zulhicce oyining birinchi kuni. Allah Teala o günlerini sayladı. Bütün günlerini de ulug'likka getirdi. Bütün oylarını da o varlıkka getirdi. Bütün kişilerine de o varlıkka getirdi. Lakin varlıkka getirgen aybirler arasından qoybirlerini saylab, onlarga ayrim daraja berdi. Hamida biz Allah'ın kulları olarak bu aybirlerge e'tibor berishga tiyishmiz. Chunki Allah Subhanahu ve Teala agar da narsanidir sayladi ekan, narsaga bir daraja berdi ekan, demak bu aybirda bizga nedidir hikmat, bizga nedidir yaxshilik, bizga nedidir himmat bor aybirda demak. Ham shunday qilib jamoat e'tibor etasi kela vaqtlar bilan bayli bo'lgan. Shunday Alloh taolo saylab bo'lgan vaqtlar. Ham Alloh Subhanahu va Taala Qur'onda Tavba surasida
والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Hiç şüphesiz Allah karşında aylarının sana 12. Bu köklerini hem jirni varlıkta getirgen vakitte Allah'ın kitabında yani Levh-ül Mahfuz'da şulay yazıldı. Hem Allah Subhanahu ve Teala bu ayette bildirdi bizge Allah Teala yarattı bu aylarını. Allah 12 Allah Teala bilgiledi. Allah'ın 12 buluğunu. Şularının deydi Allah Teala 4'isi haram ayları deydi. Hem bu ayette Allah Teala 12 ayını varlıkta getirdim deydi. Lakin 4'isi haram aylar deydi. Yani Allah Teala o 4 ayını ayrım sayıladı. Allah Teala ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ bu dürüst, hak din. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ şuna göre o aylarda bu 4 haram ayda o'zingizga qarata zulmlik qilmamiz diye Allah Teala. Elbette zulmlik qilib o'ziga qarata zulmlik qilib bu gunoh qilib. Gunoh qilib o kişinin o'z-o'zine qarata bo'lgan zulmligi. Hem Allah Teala bu aylarda değil, o'z-o'zimizga zulmlik qilmamiz. Elbette bir ayda da, bir qachonda kishi o'z-o'zine zulmlik qilishga tegishli. Kishi gunohlardan yiroq turishga tegishli, lekin Allah Teala bunda ayrim belgiladi. Bu aylarda, harom aylarda sof bo'lamiz deya Allah Teala. O'z-o'zimizga zulmlik qilmamiz. Hamda bu oyatni tafsir etgan Qatada ismli tafsir g'alima shulay deydi, durustlikda harom oylarda g'adabsizlik qilib, harom oylarda zulmlik qilib, xotasi ham gunohisi yaqindan boshqa oylarga qaraganda zo'rroq deydi. Bu oylarda Allohning harom oylarida nimadir zulmlik qilib, nimadir gunoh qilib, nimadir nashrlik qilib, bu boshqa oylarga qaragandagi g'adabsizlikdan zulmlikdan zo'rroq deydi, qattiqroq deydi. G'adabsizlik qilib butun vaqtda da gunoh qilishga qaramasdan Alloh Taala o'zi tilagancha qo'y bir narsani zo'rlaydi. Masalan, u o'zining maxluqlari orasidan qo'ylarni saylab oldi. Farishtalardan ham kishilardan kishilarni hamda boshqa o'rinlarni ham vaqtlarni shulay qilib sayladi. Hamda shulay nishib bu oylarda zulmlik qilib, nishib bu oylarda gunoh qilib og'irroq bo'lsa, shulay bu oylarda qilingan izgilik, qilingan xayrli izgi amal uchun ko'proq savob beriladi. Hamda shunga ko'ra kishi ig'tiborli bo'lishga tegish. Ham bu vaqtlarga, bu kunlarga, bu oylarga ig'tibor etishiga tegish. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Allah Taala anning hadisidan rozi bo'lsin, ayta Allah Taala 12 oydan 4'sini saylab, 4 oyni saylab, ularni izga etib belgiladi. Ham bu oyda qilingan gunohlar og'irroq, ularning gunoh uchun gunoh zo'rroq yoziladi. Qilingan xayrli izgi amallarning ajri de zo'rroq deb aytadi. Hamda biz jamoat bunday iborlarga e'tibor etishga tegishmiz. Hijriy taqvim, hijriy bo'yicha sanov. Biz butunimizda bilamiz, bugungi vaqtni, bugungi yilni, lekin hijriy bo'yicha, musulmon kalendari bo'yicha endi kunlar bugun. Kimdir bilan, kimdir bilmaydi. Hamda biz ularga e'tibor etishga tegishmiz. Alloh subhanahu va taolo bizning ummatni boshqa ummatlardan zo'r yuqoriroq qildi. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas dedi. Siz ummatlar orasidan chiqqan eng xayrli ummat bo'ldingiz dedi Alloh taolo. Lekin jamoat shunday bir ayolga e'tibor etdik. Bizga qadar yashagan ummatlar ularning turmushlari ko'proq edi, ular ko'proq yashaydilar. Adam alayhissalom vaqtida kishilar 1000 yil yashaydi, 1000 yil. 300 yıl, 500 yıl Allah ko'p yashaydi. Ama elbette agar da kishi u vaqtda yashagan kishi to'g'ri yo'lda bo'lsa, Allohga ibodatda o'tkazsa o'zining kunlari bu 500 yilda 1000 yilda
yılda ko'pma izgi amallar qila olar edi. Buyuk ko'p. Lekin shunga qaramasdan Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan o'zining hadisida mening ummatimning turmushi deb 60 bilan 70 arasida bo'ladi. 60 bilan 70 arasida. Lekin Allohning rahmati bilan Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning ummati boshqa ummatlardan yuqoriroq. Ham Alloh subhanahu va taolo bizga shunday vaqtlar berdi. Qaysi vaqtlarda qo'llansak biz boshqa ummatlardan yuqoriroq chiqamiz. Ham ulardan yaxshiroq chiqamiz. Bizga Alloh subhanahu va taolo bir tunni berdi, u 1000 oydan xayrli bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bizga berdi vaqtlar qachon bir ezgi amal uchun ajr ko'plata yozadi. Bizdan narsa kerak, u kunlarni bilib, u kunlarga e'tibor etib, u vaqtlarni qo'llanib, amalda biz qo'llansak, bilsak, o'rgansak, biz nimadir az bir amal bilan zo'r ajrlarga erishamiz. Ham shulay mana bu harom oylar. Ular bilarga kerak. Hozir biz harom oyida yashaymiz. Zulhijja oyi Allohning harom oyi. Shulay hozir Muharram oyida yashaymiz. U hijriy yilning 1-oyi. Biz sizin bilan 1446-yilda yashaymiz. Hijriy kalendar bo'yicha. Ham Muharram oyi yilning 1-oyi. Ham shulay Allohning harom oyi. Ham mana shu vaqtlarni qo'llanib bilib, bu vaqtlarni durust qo'llanib, hatto masalan oy sayini o'tirgan oyning to'g'ri bo'lgan vaqti, ayyamul bid deb ataladi. 13-chi, 14-chi, 15-chi yillar hijriy kalendar bo'yicha. U kunda ro'za tutib Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam sunnati bo'yicha u kunda ro'za tutgan Peygamberimiz. Lekin mana bir qarorga kerak, bilirga kerak. Biz kunetdik. Mana bu iyul, avgust, sentyabr, oktyabr mana bu salomga biz kunetdik. Lekin shulay o'zimizning turmushimizda hijriy salomni da kiritilga tegishmiz. Mana bu kunlarni topilishi, mana bu kunlarni bilirishi. Hamida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyatida hadisni Imom Muslim keltirib o'zining Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Afdalus siyami ba'da Ramazon shahrullohil muharram." Muharram oyining darajasini ko'rsatib Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Ramazon oyidan so'ng eng fazilatli ro'za deb, eng ulug' bo'lgan ro'za Ramazon oyidan so'ng u Allohning oyi Muharram oyida tutulgan ro'za deb aytdi." Ham bu hadisni Imom Muslim rivoyat etdi, o'zining hadisida sahih hadis. İki günden inşallah biz sizin bilen Muharram ayından geliriz. Mağfiretin mümkünlüğü var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayette Ramazan ayından sonra hayırlı roza dedi. Muharram ayında tutulan roza. Mümkünlüğü var kişinin. Tuta Allah, tutsun, kullansın bu vakit. Hem şuraya Ebu Zar radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip iştirak eder. Hem ayda bu hadis İmam el-Nesa'i rivayetinde qaysi qo'lni deb ozod eng xayrli. Tunning qaysi irishi eng xayrli, ham qaysi oy eng xayrli oy deb so'raydi. Ish so'raydi. Ham bunga javob etib Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Eng xayrli qo'l qaysisi sen ozod etasan? Sening qo'llaring eng yaxshisi bo'lganini." İkinci so'rovida namoz tunning qaysi irishida qilgan namozning xayrli deb so'rash Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Tunning so'nggi irishida." Hamida qaysi oyda tutilgan ro'za eng xayrli deb so'rash Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Muharram oyida tutilgan ro'za." dedi. Hamida agar biz Allah subhanahu wa ta'ala qulluqlagan aymanlarni qo'llasa, Allah ta'ala bu oylarga daraja beradi. Oylarni bu oylarni boshqa oylardan ko'taradi, bu oylarni boshqa oylardan soyiladi. Agar bizda bu oylarni shulay qilib olishga e'tibor bersak, biz taqvolardan bo'lar edik. Allah subhanahu wa ta'ala aytadi: "Zalika wa man yu'azzim sha'airallohi fa innaha min taqwal qulub." Mana shulay kimda kim Allah'ın mana bu bilgilerin olmasa, Allah Teala Allah'ın eylemlerine olmasa, fe inneha min taqval qulub, bundan da bu
qalbning taqvolandan yaratgan. Hamda Alloh subhanahu va taolo bizlarga mana bu Alloh taolo bizga soyma bo'lgan, belgilagan bayroq bo'lgan huquqlarni qo'llanib, zo'r ajrlarga erishishga nasib etsaydi. Alloh subhanahu va taolo qilgan izgi amallarimizni, qilgan ibodatlarimizni qabullardan qilsaydi, xato kimchiliklarimizni, qilgan gunohlarimizni yorib qilsaydi, afv etsaydi. Va aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum va lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huval ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah